Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Qish kirib kelayotganda davlat tomonidan beriladigan yangi yordamlar, kompensatsiyalar, subsidiya va imtiyozlardan to'g'ri foydalansangiz. Oilaviy byudjetda 2500 ming so'mgacha tejamkorlik qilish mumkin. Bu gap shunchaki chiroyli raqam emas. Men hozir sizga qaysi xarajatlar kamayishi, kimlar murojaat qilishi kerakligi, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi va odamlar ko'pincha qayerda xato qilishini birma-bir aytib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner bor har bir oilaga va yolg'iz yashayotgan keksalarga tegishli. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtda bilgan odam pulini, asabini va vaqtini tejaydi. Oldin ko'p pensionerlar qish mavsumida yordam olish masalasida faqat bitta yo'lni bilardi. Mahallaga borish, ariza yozish, kutish va javob kelishini umid qilish. Ba'zilar esa umuman murojaat qilmasdi, chunki menga baribir berishmaydi. Hujjat ko'p so'rashadi. Mening pensiyam bor. Demak yordam chiqmaydi deb o'ylardi. Natijada odam o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozdan foydalanmasdan gaz, elektr, ko'mir, dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lovlar uchun ortiqcha pul sarflab yurardi. Hozir vaziyat asta-sekin o'zgaryapti. Davlat dasturlari ko'proq manzilli bo'lib boryapti. Ya'ni yordam hammaga bir xil tarqatilmaydi. Balki kimning ehtiyoji yuqori bo'lsa, kim yolg'iz yashasa, kimning daromadi kam bo'lsa, kim nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, kim sovuq mavsumda uyini isitishga qiynalsa, o'sha toifa alohida ko'rib chiqiladi. Bu yerda eng muhim masala shuki, odam o'z holatini to'g'ri ko'rsatishi, kerakli joyga murojaat qilishi va hujjatlarni tartib bilan topshirishi kerak. Men pensionerlar bilan gaplashganimda ko'p uchraydigan holatni ko'raman. Masalan, opa bir o'zi yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Uy eski, qishda gaz ko'p ketadi, elektr isitgich ham ishlatadi. U uyga faqat kommunal va dori-darmonga 600 ming yoki 800 ming so'mgacha sarflaydi. Lekin u hech qayerga murojaat qilmagan. Chunki meni ro'yxatga olishmagan deb o'ylaydi. Aslida ro'yxatga olishni kutib o'tirmasdan mahalla ijtimoiy xizmat markazi yoki tegishli tashkilotga borib, o'z holatini yozma ravishda bildirish kerak. Og'zaki aytilgan gap ko'pincha yo'lda qoladi. Yozma murojaat esa ko'rib chiqilishi shart bo'lgan hujjatga aylanadi. Avvalo, qish mavsumida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlashga e'tibor kuchaydi. Bu yordamlar turli shaklda bo'lishi mumkin. Kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, bir martalik moddiy yordam, isitish vositalari bilan ta'minlash, ko'mir yoki boshqa yoqilg'i bo'yicha yordam. Dori-darmon xarajatlarini qisman qoplash, ijtimoiy xodim yordami, yolg'iz keksalarni ro'yxatga olish va uyiga borib xizmat ko'rsatish. Lekin men bu yerda bitta narsani ochiq aytaman. Hamma hududda tartib bir xil ko'rinishda ishlamasligi mumkin. Chunki ayrim yordamlar respublika darajasidagi dastur orqali, ayrimlari mahalliy hokimlik, mahalla, inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki boshqa mas'ul idoralar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham avtomatik olaman degan fikr to'g'ri emas. Har bir oilaning daromadi, yashash sharoiti, kommunal xarajatlari yolg'iz yoki qarindoshlari bilan yashashi alohida baholanadi. Endi 2500 ming so'm tejamkorlik qayerdan kelishi mumkinligini oddiy hisob bilan tushuntiraman. Masalan, pensioner qishning 3-4 oyda isitish uchun qo'shimcha xarajat qiladi. Gaz, elektr, ko'mir yoki boshqa yoqilg'i xarajati oyiga 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Agar unga qisman kompensatsiya, yoqilg'i yordami yoki bir martalik moddiy yordam berilsa, bu 800 ming so'm, 1000 ming so'm, 1000 ming so'm yoki undan ko'proq tejamkorlik beradi. Ikkinchi tomondan, dori-darmon bo'yicha imtiyoz, bepul tibbiy ko'rik, ayrim dorilarni davlat hisobidan olish imkoniyati bo'lsa, yana 300 ming yoki 700 ming so'm tejaladi. Uchinchidan, kommunal to'lovdagi qarzdorlik bo'yicha maslahat, to'lovni bo'lib to'lash, ortiqcha hisoblangan summani qayta hisoblash kabi holatlar ham pulni asraydi. Bularning barchasi bir joyga yig'ilganda qish mavsumida 25 ming so'mgacha iqtisod qilish real holat bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda mumkin. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Agar siz bir o'zingiz yashasangiz, farzandlaringiz boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lsa, uy ishlarini bajarishda qiynalsangiz. Kommunal to'lovlar sizga og'irlik qilsa, albatta murojaat qiling.
ko'p keksalar farzandlari borligi sababli yordam chiqmaydi deb o'ylaydi. Lekin farzand bor degani har doim real yordam bor degani emas. Agar farzand rostdan ham moddiy yordam bermasa, sizning holatingiz alohida o'rganilishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar pensionerda nogironlik guruhi bo'lsa, u faqat pensiya oluvchi sifatida emas, balki qo'shimcha ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs sifatida ham ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda tibbiy hujjatlar, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar, shifokor tavsiyalari juda muhim. Ba'zan odamda huquq bor, lekin hujjat muddati o'tgan bo'ladi yoki tegishli ma'lumot bazasida ko'rinmaydi. Shuning uchun hujjatlarni yangilab yurish kerak. Uchinchi toifa daromadi kam, lekin xarajati yuqori bo'lgan pensioner oilalar. Masalan, er-xotin pensioner, ikkalasi ham keksaygan, biri kasal, uyni isitish qiyin, dori-darmon doimiy kerak. Tashqaridan qaraganda ikki pensiya bor. Ammo ichkariga kirib hisoblasak, doriga 900 ming so'm, kommunalga 500 ming so'm, oziq-ovqatga 1500 ming so'm ketadi. Demak, real holat og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat daromadni emas, majburiy xarajatlarni ham ko'rsatish kerak. 4-toifa eski uyda yashaydiganlar. Eski uyda issiqlik tez chiqib ketadi. Deraza yoriq, tom sovuq, isitish tizimi nosoz bo'lishi mumkin. Bunday pensioner qishda 2 barobar ko'p energiya sarflaydi. Men bunday odamlarga murojaat qilganda faqat pul kerak demaslikni maslahat beraman. Aniq yozing, uy sovuq, derazalar eski, isitish tizimi yetarli emas. Qishda elektr isitgi ishlatishga majburman. Bu esa to'lovni oshiryapti. Aniqlik mas'ul xodimga sizning holatingizni tushunishga yordam beradi. Agar pensioner farzandlari bilan yashasa, uy sharoiti yaxshi bo'lsa, daromad yetarli bo'lsa, kommunal xarajatlar oilaning umumiy byudjeti hisobidan oson qoplansa, bunday holatda davlat yordami chiqmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu manzilli yordam tamoyili. Yordam eng avvalo og'ir ahvoldagi odamlarga beriladi. Shuningdek, agar siz avval murojaat qilib rad javobi olgan bo'lsangiz, bu har doim ham endi hech qachon yordam olmayman degan emas. Holat o'zgarsa, masalan, sog'liq yomonlashsa, daromad kamayib qolsa, turmush o'rtog'i vafot etsa, kommunal xarajat keskin oshsa, qayta murojaat qilish mumkin. Muhimi, yangi holatni tasdiqlovchi hujjat yoki tushuntirish bo'lishi kerak. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 22 yoshli onaxon bir o'zi yashaydi. Pensiyasi 1000-3000 so'm. Qishda u gazga o'rtacha 2000 so'm, elektrga 1000 so'm, doriga 200 so'm sarflaydi. Oziq-ovqatdan keyin qo'lida deyarli pul qolmaydi. Agar u mahalla va ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qilib, yolg'iz yashayotganini, sog'lig'i bo'yicha doimiy dori kerakligini, qishki kommunal xarajatlari oshishini ko'rsatsa, unga bir martalik yordam, dori bo'yicha ko'mak yoki boshqa turdagi ijtimoiy xizmat ko'rib chiqilishi mumkin. Bu holatda 3 oyda 1000 million so'mdan 2000 million so'mgacha yangilik bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol, Qashqadaryoda yashovchi pensioner ota ko'mir bilan isitiladigan uyda turadi. Qish oldidan ko'mir sotib olishga birdan katta pul kerak bo'ladi. Uning pensiyasi kundalik xarajatga yetadi, ammo bir tonna yoki undan ko'proq yoqilg'i sotib olishga yetmaydi. Bunday holatda mahalliy dasturlar, hokimlik qarorlari yoki ijtimoiy himoya mexanizmlari orqali yoqilg'i bilan yordam berish masalasi o'rganilishi mumkin. Agar ota bu haqda noyabr oxirida emas, erta kuzda murojaat qilsa, imkoniyat ko'proq bo'ladi. Chunki qish kirib bo'lganda navbat ko'payadi, mablag' taqsimoti tugagan bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, Samarqandda er-xotin pensioner yashaydi. Ikkalasining pensiyasi bor. Shuning uchun ular o'zini yordamga haqli emas deb hisoblaydi. Ammo ayol kishi qandli diabet bilan og'rigan, erkak kishi yurak dorilarini ichadi. Har oy doriga 1 200 so'm ketadi. Bunday oilada faqat pensiya summasiga qarash yetarli emas. Tibbiy xarajatlar, shifokor ko'rsatmalari, dorilar ro'yxati, cheklar va analizlar bilan murojaat qilinsa, ijtimoiy himoya bo'yicha alohida ko'rib chiqish mumkin. 4-misol, pensioner opa ko'p qavatli uyda yashaydi, lekin kommunal hisobda noto'g'ri qarzdorlik chiqqan. U buni tushunmay pensiyasidan ortiqcha to'lab kelgan. Bunday holatda ham tejamkorlik bor. Hisob kitobni tekshirtirish, hisoblagich ko'rsatkichlarni solishtirish, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza berish orqali ortiqcha hisoblangan summa kamaytirilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zan odam yordam kutadi. Aslida esa birinchi navbatda noto'g'ri hisoblangan qarzni to'xtatish kerak bo'ladi. Eng katta xatolardan biri
mahalla meni biladi, o'zi yordam beradi deb kutish. Men buni xavfli xato deb bilaman. Mahalla sizni tanishi mumkin, lekin hujjatli murojaatsiz ko'p masalalar rasmiy harakatga aylanmaydi. Sizning vaziyatingiz bazaga kiritilishi, dalolatnoma tuzilishi, uy sharoiti o'rganilishi, daromad va ehtiyoj bog'lanishi kerak. Shuning uchun birinchi qadam yozma murojaatdir. Ikkinchi xato hujjatlarni to'lib bermaslik. Pensioner faqat pasport bilan boradi va menga yordam kerak deydi. Bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Sizda pensiya miqdorini ko'rsatuvchi ma'lumot, yashash joyi, oila tarkibi, nogironlik hujjati, kasallik bo'yicha tibbiy ma'lumotlar, kommunal to'lov kvitansiyalari, dori xarajatlari bo'yicha cheklar bo'lsa, ish ancha aniq bo'ladi. Har bir hujjat sizning gaplaringizni tasdiqlaydi. Uchinchi xato yordamni faqat naqd pul deb tushunish. Davlat dasturlarida yordam har doim qo'lga pul berish shaklida bo'lmasligi mumkin. Ba'zan oziq-ovqat mahsuloti, ko'mir, dori, ijtimoiy xizmat, uyga kelib parvarish qilish, tibbiy ko'rikka yo'naltirish. Kommunal masalada maslahat yoki kompensatsiya shaklida bo'ladi. Agar siz faqat naqd pul kutib, boshqa yordamni rad qilsangiz, o'zingizga zarar qilishingiz mumkin. 4-nozik joy, muddat. Qish mavsumiga bog'liq yordamlar odatda qishning o'rtasida emas, oldindan rejalashtiriladi. Murojaatni kechiktirmaslik kerak. Men pensionerlarga sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida holatini aniqlashtirib, hujjatlarni tayyorlab qo'yishni maslahat beraman. Agar dekabr yoki yanvarda murojaat qilsangiz ham kech emas. Lekin imkoniyat va tezlik jihatidan oldinroq harakat qilish foydaliroq. 5-nozik joy, yashash joyi bo'yicha ro'yxat. Ba'zi pensionerlar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Bu yordam olishda muammo tug'dirishi mumkin. Chunki ko'p ijtimoiy xizmatlar yashash joyi yoki ro'yxatdagi hudud bo'yicha ko'rib chiqiladi. Agar siz amalda boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, mahallaga bu holatni tushuntiring, kerak bo'lsa vaqtincha yashash joyi bo'yicha ma'lumot tayyorlang. Men shu yerda yashayman degan og'zaki gap yetarli bo'lmasligi mumkin. 6-nozik joy, qarindoshlar daromadi. Agar pensioner farzand yoki boshqa oila a'zolari bilan bir xonadonda yashasa, umumiy oilaviy daromad bog'lanishi mumkin. Bu yerda hammasi avtomatik rad degani emas. Lekin mas'ul idora oilaning real imkoniyatini ko'radi. Agar farzandning o'zi ishsiz bo'lsa, kasal bo'lsa, ko'p farzandli bo'lsa yoki pensionerga amalda yordam bera olmasa, buni alohida tushuntirish kerak. Birinchi qadam. O'z xarajatlaringizni yozib chiqing. Bir varaq oling va oxirgi 2 oyda pensiyangiz qancha tushganini, kommunalga qancha ketganini, doriga qancha sarflaganingizni, oziq-ovqat xarajatini yozing. Qishda xarajat qancha oshishini ham taxminiy ko'rsating. Masalan, pensiya 1.1 million so'm, dori dartiri 1 million so'm, gaz 220 ming so'm, elektr 1 million so'm, oziq-ovqat 900 ming so'm. Bu oddiy hisob mas'ul odamga sizning ahvolingizni ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat. Kasallik bo'yicha shifokor ma'lumotlari, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, hisoblagich ko'rsatkichlari, yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz buni tasdiqlovchi mahalla ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni papkaga solib boring. Chunki tartibli hujjat masalani tezlashtiradi. 3-qadam, mahallaga yoki ijtimoiy xizmat markaziga yozma murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Men pensionerman. Qish mavsumida kommunal va dori-darmon xarajatlari oshgani sababli moddiy ahvolim og'irlashmoqda. Yashash sharoitimni o'rganib, amaldagi davlat dasturlari doirasida yordam ko'rsatish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Keyin o'z holatingizni aniq yozing. Yolg'iz yashaysizmi? Kasalligingiz bormi? Qaysi xarajatlar og'irlik qilyapti? Qishda uy sovuq bo'ladimi? 4-qadam, arizani ro'yxatdan o'tkazing. Bu juda muhim. Arizani topshirgandan keyin uning qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, raqam yoki sana bo'lishi kerak. Agar siz faqat og'zaki aytib ketsangiz, keyin kimga, qachon, nima deganingizni isbotlash qiyin bo'ladi. Men har doim pensionerlarga shuni aytaman. Murojaat madaniy, tinch va hujjatli bo'lsin. 5-qadam, uy sharoiti o'rganilsa, hammasini ochiq ko'rsating. Ba'zi odamlar uyga komissiya kelganda uyaladi, muammolarini yashiradi. Daraza yo'riq bo'lsa ayting, isitgich nosoz bo'lsa ko'rsating. Dori ko'p ichsangiz, retseptlarni ko'rsating. Maqsad shikoyat qilish emas, real ahvolni ko'rsatish.
Agar mas'ullar sizning vaziyatingizni to'liq ko'rmasa, to'g'ri qaror qilish qiyin bo'ladi. 6-qadam javobni kuzating. Murojaat qilgandan keyin tinch o'tirib qolmang. Belgilangan muddat ichida javob bo'lmasa, qayta so'rang. Qaysi bosqichda ekanini aniqlang. Agar rad javobi berilsa, sababini so'rang. Rad javobida daromad yetarli yoki hujjat yetarli emas deyilsa, nima yetishmayotganini bilib to'ldirish mumkin. 7-qadam kommunal hisob kitobini tekshirtiring. Qishda tejamkorlik faqat yordam olish bilan bo'lmaydi. Ba'zan hisoblagich noto'g'ri o'qilgan, qarzdorlik eski davrdan qolgan, kimdir to'lovni noto'g'ri joyga qilgan, hisobda chalkashlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Gaz, elektr, suv va issiqlik bo'yicha shaxsiy kabinet, kvitansiya va hisoblagich ko'rsatkichlarini solishtiring. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, qo'shnidan yoki mahalladagi mas'ul xodimdan yordam so'rang. 8-qadam dori xarajatlarini hujjatlashtiring. Ko'p pensioner dorini bozorga yoki dorixonaga kirib oladi, lekin chekni saqlamaydi. Keyin men har oy 700 ming so'm dori olaman desa, isbotlash qiyin. Cheklarni yig'ing, retseptlarni saqlang. Shifokor ko'rsatmalarini papkaga qo'ying. Ayniqsa surunkali kasalliklar bo'lsa, bu hujjatlar juda kerak. 9-qadam rasmiy manbani tekshiring. Har bir eshitgan gapga ishonmang. Hamma pensionerga falon pul berilar ekan, ertaga oxirgi kun ekan, pul olish uchun avval to'lov qilish kerak ekan degan gaplar ko'p tarqaladi. Davlat yordami uchun hech kimga norasmiy pul bermang. Ma'lumotni mahalla, ijtimoiy xizmat markazi, hokimlik, pensiya jamg'armasi yoki tegishli rasmiy tashkilotdan aniqlang. Agar kimdir yordam chiqarib beraman deb pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Men pensionerlarga shuni alohida aytaman. Yordam so'rash uyat emas. Siz butun umr ishlagansiz, soliq to'lagansiz, jamiyatga hissa qo'shgansiz. Davlat dasturlari aynan shunday vaziyatlarda insonni qo'llab-quvvatlash uchun bor. Lekin tizim sizning muammongizni ko'rish uchun siz ham faol bo'lishingiz kerak. Hujjat tayyorlash, murojaat qilish, javobni kuzatish, kerak bo'lsa qayta murojaat qilish, bularning hammasi sizning huquqingizni himoya qilishdir. Ba'zi pensionerlar men bormayman, baribir foydasi yo'q deydi. Men esa bunday vaziyatda bitta oddiy savol beraman. Agar murojaat qilmasangiz, natija 0 bo'lishi aniq. Agar murojaat qilsangiz, hech bo'lmasa imkoniyat paydo bo'ladi. Bir martalik yordam chiqmasa ham, sizni ro'yxatga olishlari, ijtimoiy xodim biriktirishlari, tibbiy ko'rikka yo'naltirishlari yoki boshqa xizmatni taklif qilishlari mumkin. Bugun men tushuntirgan asosiy fikr shuki, qish mavsumida pensionerlar uchun davlat yordamlari, kompensatsiyalar va ijtimoiy xizmatlar orqali 2-5 ming so'mgacha tejamkorlik qilish imkoniyati bor. Lekin bu imkoniyatdan foydalanish uchun kutib o'tirmaslik kerak. O'z xarajatlaringizni hisoblang, hujjatlarni tayyorlang, mahalla yoki ijtimoiy xizmat markaziga yozma murojaat qiling, arizani ro'yxatdan o'tkazing va javobni kuzating. Eng muhim nuqta shuki, har bir pensionerning holati alohida ko'riladi. Kimdir kommunal to'lovdan qiynaladi, kimdir dori-darmondan, kimdir yolg'iz yashaydi, kimdir eski uyda sovuqda qoladi. Shuning uchun umumiy gap emas, aniq raqam, aniq hujjat va aniq murojaat kerak. Sizning hududingizda pensionerlarga qish uchun qanday yordam berilyapti? Siz yoki tanishlaringiz bunday dasturlardan foydalanganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va pensioner yaqinlaringizga bu ma'lumotni albatta yetkazing.